Xo'p, davom etib ketsak bo'ladi. Bugun geometriyadan ikkinchi darsimiz. Biz bugungi mavzuyimizda xo'p, uchburchakning perimetri, medianasi, bisektrissasi, balandlik va o'rta chiziq haqida gaplashamiz. Mavzuni misol tahlil qilishdan oldin biroz tushuntirish berib o'taman. Xo'p, birinchi bo'lib uchburchak. Mana shu ko'rinishda bitta uchburchak bo'ladigan bo'lsa, A, B, C tomonlari A, B, C ko'rinishda bo'lsa, perimetr degani bu barcha tomonlari yig'indisi. Ya'ni A plus B plus C mana shu perimetr hisoblanadi. Endi mediana nima? Xo'p, mediana bu uchburchakning bir uchidan chiqib, qarshisidagi tomonni teng o'rtasi bilan tutashtiruvchi kesma. Ya'ni tengiga bo'ladi qarshisidagi tomonni B taqsim 2 B taqsim 2 ko'rinishida bo'ladi. Endi hop bisektrissa nima? Bisektrissani bu yerdan chizaman. Uchburchakning bisektrissasi deb burchak uchidan chiqib, mana shu chiqqan burchakni tengiga ajratadi. Ya'ni chiqqan burchak tengiga bo'ladi. Ya'ni mana shu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, mana shu burchakni tengiga bo'ladi. Alfa taqsim 2 jam burchak qandadir alfa ko'rinishda bo'lsa, alfa taqsim 2 bu tomonni ham alfa taqsim 2 ko'rinishda bo'ladi. A, B, C bo'ladigan bo'lsa, bu tomon deylik B, bu tomon C, mana bu tomon A bo'ladigan bo'lsa, mana bisektrissa el harfidan belgilanadi. Yana bisektrissaning eng mashhur qoidalaridan biri. Xo'p, mana bu yerda qandaydir x, buni y degan kesmaga ajratadigan bo'lsa, c ni x ga ko'paytmasi, ya'ni c ni x ga ko'paytmasi a ni y ga ko'paytmasiga teng. A ni y ga ko'paytmasiga teng. Mana shu bisektrissaning eng mashhur qoidasi. Yana bisektrissaning uzunligini topish formulasi bor. L teng bo'ladi. Ildiz ostida bu y-ni ko'paytmasidan a ko'paygan c dan x ko'paygan y ni ayirganimizga. Mana shu ham bo'ladi. Endi uchburchakning perimetri, medianasi, bisektrissasi. Endi bu balandlik bilamiz. Balandlik bu 90 gradusda tushadi. Xo'p, keyingisi uchburchakning o'rta chizig'i. Uchburchakning o'rta chizig'i. Uchburchakning o'rta chizig'i A, B, C bo'lib turib, xo'p, yon tomonlarining o'rtasi bilan tutashadi va bu asosiga parallel bo'ladi. Mana bu E, F o'rta chiziq bo'ladigan bo'lsa, EF parallel bo'ladi A, C ga. Bu yerda o'rta chiziq A ga teng bo'ladigan bo'lsa, asos bunga nisbatan 2 barobar katta bo'ladi. Bu ham uchburchak tengchiligidan kelib chiqadi. E'tiborga olganimizda ko'ramiz buni. Keyin uchburchak turlari. Ya'ni qanaqa uchburchak bor bizda? O'tkir burchakli uchburchak bor. O'tmas va to'g'ri burchakli uchburchaklar bor. To'g'ri burchakli uchburchaklar bor. To'g'ri burchakli uchburchaklar bor. Endi hop, buni burchaklar haqida gaplashmaymiz. Bilamiz, o'tkir nuri 90 o'rtasida, o'tmas 90 dan 180 o'rtasida bo'ladi. Bir burchagi mana bu to'g'ri burchaklikda. Hop, 90 gradus bo'ladi bitta burchagi, to'g'ri bo'ladi. Ya'ni endi hozir o'tkir burchakli birinchisi, o'tkir burchakli uchburchak xossasini ko'ramiz. O'tkir burchakli uchburchak xossasida mana bu C bo'lsa, A bo'lsa, B bo'lsa, mana bu C kvadrat kichik bo'lishi kerak. Bu mana uni kvadratlari yig'indisidir. A kvadrat plus B kvadrat. Ya'ni o'tkir burchak qarshisidagi tomonning kvadrati bu burchakka yopishgan ikki tomon kvadratlar yig'indisidan doim kichik bo'ladi. Shundagina bu berilgan burchak o'tkir burchak bo'ladi. Endi o'tmas burchakli uchburchak haqida gaplashsak, o'tmas burchakli uchburchakda shunga nisbatan teskari, ya'ni mana shu ko'rinishda bitta uchburchak bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchak o'tmas burchak bo'ladigan bo'lsa, mana bu A, mana bu B, mana bu C bo'ladigan bo'lsa, o'tmas burchakli uchburchakda o'tmas burchak qarshisidagi tomonning kvadrati katta bo'ladi. Bu bilan buni kvadratlari yig'indisidan A kvadrat plus B kvadratdan. Endi to'g'ri burchakli uchburchak bu Pifagor teoremasidan kelib chiqadi. Hop, buni yozib olsak bo'ladi. Misollar ko'rishni davom etamiz. Demak, misollarni ko'rishni davom etamiz. Birinchi misoldan boshlaymiz. Birinchi misol shart etyapti. Bir uchburchakning perimetri 51 cm. Agar uchburchakning A tomoni 4 cm qisqa, B tomoni 2 cm qisqa bo'lganda, bu uchburchakning A, B, C tomonlari 2, 3, 4 sonlariga mutanosib bo'lardi. Ya'ni mana shu kabi nisbatda bo'lardi. Uchburchakning eng uzun tomonini toping. Topamiz. Bir uchburchak bor ekan. Tomonlari A, B, C bo'lgan. Perimetrini bilamiz.
Buni perimetrini topish uchun mana shu A plus B plus C. Mana shuni 51 ga tenglayapti. Endi deyapti, agar uchuvchining A tomoni 4 cm qisqa. A tomoni A emas, A minus 4 bo'lganida. Xo'p, B tomoni 2 cm qisqa. B tomoni B emas, B minus 2 bo'lganda, endi C tomoni C ligicha turibdi. Mana shu kabi bo'lganda bular 2, 3 va 4 sonlariga xo'p, to'g'ri proporsional, ya'ni mana bu 2x, mana bu 3x, mana bu esa 4x. 2, 3 va 4 sonlariga proporsional bo'lardi. Endi bizdan uchuvchining eng uzun tomoni necha santimetr deyapti. Xo'p, nima qilamiz? Mana shu holat berilyapti. Mana shu beriladigan bo'lsa, bu yerdan A ni topib olamiz. A teng bo'ladi 2x plus 4 ga. Bu yerdan B teng bo'ladi 3x plus 2 ga. Bu yerdan C teng bo'lyapti 4x ga. Shuni sistema qilishni qo'shib oladigan bo'lsak, A plus B plus C teng bo'lyapti. Xo'p, 5x 9x plus 6 ga. Endi mana bu nechiga teng bizda? Berib qo'ygan 51 ga tengligini 51 teng 9 ta x plus 6, bu yoqqa o'tsa 45 bo'ladi. 9x teng 45 ko'rinishida va x teng bo'ladi 5 ga. Demak, x 5 ga teng bo'libdi. X 5 ga teng bo'lsa mana bu tomon 20 cm bo'ladi. Mana bu tomon. Xo'p, 3x plus 2 bo'lganidan 17 bo'lib qoladi. Mana bu b 17 ga teng bo'ladi. Bu esa 2x plus 4 bo'lganidan 14 bo'lib qoladi. Ya'ni bizdan eng katta tomonni so'ragan, bu esa 20. 20 degan javob D javob bo'lyapti. Endi ikkinchi savolimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ikkinchi savolimizga uchburchakning birinchi tomoni x va x katta 14 dan deyapti. Ya'ni taxminiy shaklini chizyapman. Taxminiy ko'rinishini. Uchburchakning bir tomoni x. Ikkinchi tomoni undan 9 cm qisqa. Mana bu x bo'ladigan bo'lsa, bu tomon undan 9 cm qisqa, ya'ni x minus 9 bo'lyapti. Va uchinchi tomoni esa birinchisidan 5 cm uzun. Mana bu tomon undan 5 cm uzun. X plus 5 bo'lyapti. Bizdan mana shu uchburchakning perimetri so'ralgan. Perimetrini topishda, xo'p, jami tomonlari yig'indisi edi. Bunga buni qo'shsak x minus 2x minus 9 qo'shadigan bo'lsak, 3x minus 4, 3x minus 4 teng bo'ladi buni perimetriga. Demak, buni perimetri 3x minus 4 ko'rinishida bo'lgan ekan. Bu esa B javob bo'lyapti. Xo'p, endi uchinchi misolimizga qaraydigan bo'lsak, uchinchi misolimizda ikki tomonning uzunligi 13 cm dan bo'lgan uchburchakning perimetrining eng katta butun qiymatini toping deyapti. Perimetri ham, yuzi ham qachon eng katta bo'ladi desa, qachonki mana shu berilgan uchburchak muntazam uchburchak bo'lishi kerak. Muntazam uchburchak bilamiz, u barcha tomonlar teng. Mana bu 13, bunisi ham 13, demak bunisi ham 13 bo'lishligi kerak. Shundagina buni perimetri eng katta bo'ladi deb ketsak bo'ladi. Xo'p, yoki xo'p, ikki tomonni 13 degan bo'lsa, mana buni x deb olsak, uchburchak tengsizligidan foydalanamiz. Ya'ni bundan keyingi mavzu lekin qo'yib tekshirib qo'ysak bo'ladi. Bu bilan buni yig'indisi bundan katta bo'lishi kerak. Bu aniq va mana bu bundan buni yig'indisi bundan katta bo'lishi kerak. Xo'p, 13 plus x katta bo'lishi kerak. 13 dan rostdan ham x 0 dan katta. Bu aniq. Endi bu bilan buni yig'indisi bundan kichik katta bo'lishi kerak. Ya'ni 13 plus 13 hop katta bo'lishi kerak x dan. Bu yerdan x kichik bo'lishi kerak 26 dan. Demak, x 26 dan kichik bo'lsa bo'ldi ekan. Ya'ni buni o'rniga biz 25 degan son tanlasak bo'lar ekanda. Buni perimetrini topadigan bo'lsak endi 13 25. 26 plus 25 ko'rinishda bo'lib 51 cm bo'lishi mumkin ekan. Buni perimetrining eng katta qiymati. Bu esa C javob. Demak, faqat muntazam uchburchakda perimetri eng katta bo'lmas ekan. Xo'p, endi 4-misolga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 4-misolga e'tibor qaratsak, xo'p, uchburchakning tomonlari px, ya'ni mana bu kub xatning px x kub plus 3x kvadrat plus 2x. Mana shu kub xatning xo'p, bo'luvchilari va x butun son bo'lsa, uchburchakning perimetrining eng kichik qiymatini toping. Xo'p, buni bo'luvchilari degan nima degani? Buni ko'paytiruvchilardan chiqaylik. Mana shu bo'luvchilar hisoblanadi. Px bu yerda x topib chiqib ketadigan bo'lsa, x kvadrat
plus 3 ta x plus 2 ko'rinishda bo'ladi. Endi buni ko'paytuvchiga ajratsak, x mana bu qavs ichi degani x plus 1 ko'paygan x plus 2 degani. Demak, bu uchburchakning tomonlari ketma-ket kelgan sonlar ekan deb qarab ketsak bo'ladi. Ya'ni mana shu ko'rinishda desak bo'ladi. Mana bu tomon x bo'lsa, bu tomon x plus 1, bu tomon esa x plus 2. Perimetr butun sonlardan iborat deyapti. Demak, eng kichik qiymatini so'rayaptimi? Eng kichik natural butun sonni qo'yib ko'rsak, x teng 1 bo'lgan holatda nima bo'ladi? X teng 1 bo'lgan holatda, ya'ni mana bu tomoni, mana bu ko'rinishdagi uchburchak hosil bo'lib qoladi. Mana bu tomoni 1, bu tomoni 2, bu tomoni 3. Endi uchburchak tengsizlikka qo'yib tekshirib qo'yishimiz kerak. Bu bilan buni yig'indisi bundan katta bo'lishi kerak. Bu misolimizda esa 1 ga 2 ni qo'shsak 3, teng bo'lib qoladi 3 ga. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. X teng 1 bo'lgan holat xato bo'ladi. Endi x teng 2 bo'lgan holatda ko'rsak, qanday bo'ladi? Mana bu x 2, mana bu bunga nisbatan bitta ko'p, bu esa 4. Demak, bu bilan buni yig'indisi bundan katta. Demak, uchburchak tengsizligi to'g'ri bo'ldi. Endi shuni perimetrini so'ragan. Bunga buni qo'shsak 6, buni qo'shsak 9. Demak, eng kichik qiymati 9 bo'lishligi mumkin ekan. Bu esa bizda B javob bo'ladi. Demak, davom etib ketsak bo'ladi. Xo'p, mana bu misolimizda bizga A, B, C uchburchak berilgan. Berilgan uchburchakning AC tomonidan F nuqta olingan, AB tomonidan esa D nuqta olingan va BC tomonidan Y va G nuqtalar olingan. Keyin shartda aytyapti FG va DY'lar bir-biriga parallel, ya'ni bu bilan bu bir-biriga parallel hamda bular BC tomonga perpendikulyar degan. Xo'p, keyin aytgan F AC tomoni teng 2 ga bo'ladi, ya'ni bu bilan buni teng 2 ga bo'ladi. Endi BD ni AD ga nisbatan 1/3 kabi degan. Yoki yana bir qarab olaylik. BD ni AD ga nisbatan 3/1. BD ni AD ga nisbatan 3/1 deganiga endi chizmada biroz xatolik ketibdi. 3x mana bu x ko'rinishida bo'lishi kerak. Keyin bizdan so'rayapti. Mana bu FG ni qandaydir bir A deb belgilaydigan bo'lsak, DY ga nisbatini so'rayapti. Ya'ni bizdan A taqsim B ni nisbatini so'rayapti. Xo'p, bunda nima qilamiz? O'zi mavzuni davom etib turib, o'rta chiziq. Xo'p, o'rta chiziqni hozir bu yerdan topa olmaymiz, lekin mana bu yerdan bunday qilib balandlik tushiradigan bo'lsak, mana shu balandlik tushirsak, mana bu ham parallel bo'lyapti asosiga nisbatan 90 gradus va burchak teng 2 ga bo'lyapti. Demak, biz buni o'rta chiziq desak bo'ladi. Ya'ni mana bu 2A bo'ladigan bo'lsa, mana bu AH teng bo'ladi. Bundan 2 barobar katta bo'ladi. O'rta chiziq bo'lganligi uchun bundan oldin yozib berdim. Endi xuddi shuni mana bu uchburchakka nisbatan qaraydigan bo'lsak, bular bir-biriga parallel bo'lyapti. Parallel bo'lgandan keyin biz bemalol uchburchak o'xshashligidan yursak bo'ladi. Ya'ni mana bu burchak barcha qandaydir buni beta deydigan bo'lsak, beta ham mana bu uchburchak shuni umumiy bo'lyapti. Ham mana bu to'g'ri burchak uchburchak shuni umumiy bo'lyapti. Demak, beta qarshisidagi B ni jam katta uchburchakda beta qarshidagi 2A ga nisbati teng bo'ladi. Kichikroq uchburchakda 90 graduslik tomon qarshisida turibdi. 3 ta x, katta uchburchakda 90 graduslik burchak qarshisida turibdi. 4 ta x. Endi bular 3 va 4 bo'ldi. Demak, B taqsim 2A teng bo'lgan ekan 3 taqsim 4 ga qisqarib ketdi x'lar. Buni 2 ga bo'lsa, buni 2 ga bo'lsa 2. Demak, B taqsim A teng bo'lgan ekan 3 taqsim 2 ga. O'zi bizdan B taqsim 2 ni so'ray turibdi. Demak, B A ga nisbat, ya'ni bunga nisbati 3 taqsim 2 yoki 1/5 degani topsak bo'ladi. O'rta chiziqdan yurdik. Endi 7-misolimiz aytayaptiki, A, B, C uchburchakning AD bisektrissasi BC tomonga tushadi deyapti, kesib o'tadi deyapti. Endi bu yerdan BD teng 8, DC teng 12 deyapti. Demak, va AC dan AB ni ayirmasi 5 ga tengligini aytgan. Demak, bu yerdan AC ni 5 plus AB ligini topsak bo'ladi. Ya'ni mana bu tomon bundan 5 cm ga uzun bo'lyapti. Ya'ni qandaydir x deb belgilaydigan bo'lsak, mana bu bundan 5 cm uzun. X plus 5 ko'rinishida bo'ladi. Endi, xo'p, shartiga yana bir qarab qo'yaylik.
AC minus AB 5 ga teng va bizdan ABC uchburchakning perimetrini so'rayapti. Mana shu uchburchak perimetrini topishimiz kerak. Hop, men yozib berdim biskvitrista qoidasida. Buni bunga ko'paytmasi, ya'ni x plus 5 ni 8 ga ko'paytmasi teng bo'lishi kerak. Mana buni bunga ko'paytmasiga. X ni 12 ga ko'paytmasiga teng bo'lishi kerak. Hop, buni 4 ga bo'lsak 2, buni 4 ga bo'lsak 3 ga ko'paytirsak 2x plus buni ko'paytirsak 10 teng bo'lyapti 3 ta x ga. U bu yoqqa o'tsa x ni 10 cm ga tengligini topsak bo'ladi. Mana bu tomon teng bo'lyapti 10 cm, janubiy tomon 20, mana bu esa 15. Demak, buni perimetri 15 plus 10 25 ga 20 ni qo'shsak, perimetri 45 ga tengligini topsak bo'ladi. 9-misolimizda shart etyaptiki, xo'p, o'tmas burchakli uchburchakning kichik tomonlari 5 va 12 ga teng. Shu uchburchakning katta tomonini qabul qilish mumkin bo'lgan sonlarning o'rta arifmetikini toping deyapti. Birinchi shart bizda nima bo'lyapti? Mana bu o'tmas burchakli uchburchak bo'lyapti. Demak, bu qarshidagi tomonni qanday S deb belgilagan bo'lsak, boshida yozib berdik o'tmas burchakli uchburchak bo'lish sharti. Mana buni kvadrati S kvadrat. Xo'p, katta bo'lishi kerak. Bu bilan buni kvadratlari yig'indisidan 5 kvadrati plus 12 ni kvadratlari yig'indisidan. Bu yerdan S kvadrat. Bunga buni qo'shsak 169, bu yoqqa o'tsa 169 katta noldan. Buni 0 ga tenglab topsak bizning bittasi minus 13. Bu yerda esa plus 13 turadi. Demak, xo'p, mana shu ko'rinishda bo'lsa million, mana shu. Demak, bu yerdan bizdan musotarog'lar so'rayapti. Demak, biz tanlaydigan javoblar 13 dan katta bo'lishi kerak. Ya'ni manfiy tomon bo'la olmaydi. Demak, mana bu S katta ekan 13 dan. Keyingi biz qiladigan ish nima bo'ladi? Uchburchak tengsizligi bo'ladi. Ya'ni mana bu ko'rinishda bir uchburchak bo'lyapti bizda. Mana shu ko'rinishda bir uchburchak bor. Bunda mana bu tomoni 5, mana bu tomoni 12, mana bu tomoni esa S. Uchburchak tengsizligini qo'llasak, bu bilan buni yig'indisi 5 plus S katta bo'lishi kerak 12 dan. Bu yerdan S ni 7 dan katta bo'lishligini topsak bo'ladi. Endi xuddi shu, xo'p, qaysiga nisbatan? Mana bunga nisbatan 5 bilan 12 ni yig'indisi 5 plus 12, xo'p, katta bo'lishi kerak S dan. S kichik bo'lishi kerak 17 dan. Demak, buni va buni birlashtiradigan bo'lsak, bunda aytayaptiki S 13 dan katta bo'lishi kerak. Ya'ni 13 dan 17 gacha bo'lgan joylar olinadi. 13 dan 17 gacha bo'lgan sonlar kirolar ekan S ni qiymati. Siz shunga tegishli bo'la oladigan. Demak, qabul qilish mumkin bo'lgan butun sonlarning o'rta arifmetik. Demak, mana bu 14 bor, 15 bor va bu yerdan 16 bor. Mana shularning o'rta arifmetiki degancha qo'shilishga bo'lib qo'yapmiz. 30 45. 45 taqsim 3. Bu esa 15 ga tengligini topsak bo'ladi. Xo'p, 8-misolimizni ko'rmaganimiz kabi 8-misolimizda berilishda kamchilik bor ekan. Sharti menimcha xatolik ketgan. 10-misolimizda berilgan ma'lumotlar yetarli emas degan javob bo'ldi. Demak, ikkinchi darsimizni ham yakunlasak bo'ladi. Keyingi darsimiz bu matematika bo'ladi.